Siz mana bu ijaraga yashaganingizdan keyin 5 yildan keyin bu uyingizdan undan ham yaxshisini olishingiz mumkin. Bitta joyga o'tirib qolmaysiz. Kundan kun yaxshi uylar qurilyapti. Bilasizmi nimaga o'xshataman joyni? Dacha o'zim qilaymi yo har yangi dachaga borib shuna yangisiga turib kelaveraymi? Xuddi shunaqa. O'shaning uchun meni ham nimaga mana ochig'i Dubayda ham uyim bor. Lekin ijaraga olganman. Hisobladim. Ijaraga oldim. $110,000 yiliga to'layman. Yilda o'zi borsam 5-6 marta boraman bir hafta 10 kunga, lekin gostinitsadan ko'ra baribir o'zimni sport narsalarim bor, velosipedlarim bor, boshqa o'zim hamma narsam bo'lgan uchun menga uy kerak. Lekin uyi 110 mingga katta ko'p. Shu uy $3 million turadi. Endi qarang, $3 million shuni sotib olganimdan ko'ra 110 ming necha foiz bo'ladi? Yiliga 3-3,5% bo'ladi. Ammo qilman, u pulni muzlatib, u pulim biznesda ishlasa 20-30% pul tug'ib beradi. Undan ko'ra arendaga hozir o'tirgan ofisimcha avval uni o'zim qurganman, o'zim sotib olganman, yana o'zim ijarada o'tiribman. Nimaga? Chunki men hozir ijarada o'sha yerda to'layman, 4000 kvadrat bo'lsa, $25 bo'lsa, oyiga 100 ming bo'lsa, yiliga 1 million 200 to'layman. Endi qarang, o'sha yerdagi o'sha bino hozir 4000 kvadratni 2,5 mingdan hisoblasangiz $10 million bo'ladi. $10 million o'sha yerda o'tirganimdan ko'ra $10 million biznesga tiksam, kamida 20-30% kamida tug'ib bersa ham $2-3 million menga daromad kelyapti. Undan ko'ra 1 million arendaga to'lay qoling. Bu ijaraga yashash zapadli emas. Bu iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi bu aslida.